Dahshat. Ilon Mask o'z Twitter'ida piramidani o'zga sayyoraliklar qurdi deb aytdi. Bu insoniyat tarixidagi eng buyuk sir. Misr piramidalari aslida ular qanday qurilgan? Har bir tosh blok 2-15 tonna. Olimlar fikricha, ular daryo orqali kemalarda tashib, qum ustidagi maxsus yog'li yo'laklarda siljitishgan. Oddiy odamlar emas, professional me'morlar va ishchilar ishlagan. Piramidalar shimolga millimetr aniqlikda qaragan. Qanday qilib? Qadimgi misrliklar yulduzlar va quyosh yordamida joylashuvini hisoblashgan. Hozirgi kunda sun'iy intellekt yordamida yasalgan bahaybat insonlar yordamida qurilgan degan fikrda ham kelmoqda. Piramidalar bu mehnat, ilm va fidoyilikning abadiy timsoli. Tarixni o'rganish, kelajakka yo'l ochish demak. Bu yerda har bir tosh 2 metrdan ortiq uzunlikda, juda og'ir, lekin ular orasidagi masofa bir dona tig' ham sig'maydigan darajada aniq qo'yilgan. Buni qanday qilishdi? Yevropalik tarixchilarga ko'ra, bu sirning qadimiy misrliklarning ajoyib geometriyasida. Yana ko'plab tarixiy sirlar uchun obuna bo'ling va fikringizni yozib qoldiring.